Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. AQSh Ukrainada 20-aprelgacha otash kesimga erishmoqchi. Bloomberg. Oyoqqa turgan Turkiya, yirik shaharlarda namoyishlar davom etmoqda. Tolibonning ham Amudaryodan suv olishga haqqi bor, suv xo'jaligi vaziri. Turkcha Trifum G'arbga qaram davlatdan qurol eksportchisiga aylangan Turkiya eng yirik ko'rgazmada qanday jangovar mashinalar bilan qatnashadi? Xitoy sun'iy yo'ldoshlar ishtirokida havo janglarini sinovdan o'tkazdi. Ular nihoyat erkin, ammo ulkan to'lov to'lashdi. Asad ag'darilgandan so'ng Suriya qanday hayot kechirmoqda? AQSh Ukrainada 20-aprelgacha otash kesimga erishmoqchi. Bloomberg. Oq uy Ukrainada 20-aprel Pasxa bayramiga qadar o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishmoqchi. Bu haqda 23-mart kuni anonim manbalarga tanib Amerikaning Bloomberg agentligi xabar berdi. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, AQSh ma'muriyatining o'zi bu muddatlar o'zgarishi mumkinligini tan oladi, chunki urushayotgan tomonlarning pozitsiyalari ham ko'p jihatdan qarama-qarshidir. Agentlikning boshqa manbalari tinchlik kelishuviga erishilmaguncha Kreml Donald Tramp va Vladimir Putinning shaxsiy uchrashuviga rozi bo'lmaydi degan fikrni bildirgan. Ularning ishonishicha, aprel oyining o'rtalarida bu ehtimoldan yiroq. AQSh yaqin orada Ukrainada tinchlik bitimiga umid qilmoqda. Ammo Putin shoshilmayotganga o'xshaydi, deb yozadi Bloomberg. Misol tariqasida agentlik Rossiya va Ukraina o'rtasida davom etayotgan o'zaro dron hujumlarini, shuningdek Federal xavfsizlik xizmati xodimi Sergey Besedaning Rossiya Federatsiyasi uchun muzokarachi bo'lganini keltiradi. Bloomberg Moskvaning muzokaralardagi talablarini maksimalistik deb atadi. Oyoqqa turgan Turkiya. Yirik shaharlarda namoyishlar davom etmoqda. Turkiyada lavozimidan chetlatilgan Istanbul hokimi Ekrem İmamoğlu'ning hibsga olinishi ortidan o'tkazilayotgan migrantlarni telekanallarda efirga uzatish taqiqlandi. Bu haqda Turkiya radio va televideniya oliy kengashi rahbari Abubakir Shahin ogohlantirish bilan chiqdi. Abubakir Shahin teleradio kompaniyalaridan norozilik namoyishlarini jonli efirda uzatishni to'xtatishni talab qilgan va bunga rioya qilinmasa litsenziyalar bekor qilinishi bilan tahdid qilgan. Shahinning ta'kidlashicha, namoyishlar yoritilishi cheklangan va xolis bo'lishi kerak. Shuningdek, u rasmiy ma'lumotlar va hukumat vakillarining tushuntirishlarini o'z ichiga olishi shart. Abubakir Shahinning ogohlantirishidan keyin Turkiyaning yetakchi telekanallari migrantlar norozilik namoyishlari va Istanbul adliya saroyidan jonli efirni to'xtatgan. Aynan shu joyda Istanbul hokimi Ekrem İmamoğlu ehtiyot chorasi belgilandi. Xususan TRT Haber, NTV, CNN Turk kabi telekanallar translyatsiyalarni to'xtatgan. Hozirgacha sodir bo'lgan voqealar haqida fotoreportajlar bilan xabarlar berish davom etmoqda. Shuningdek, ekspertlarning chiqishlari efirga uzatilmoqda. Ba'zi telekanallar, jumladan xususiy Xalq TV norozilik namoyishlari o'tayotgan joylarda jonli efirni davom ettirmoqda. Politico nashrining yozishicha, X ijtimoiy tarmog'i mitinglar fonida ayrim turkiyalik muxolifat faollarining akkauntlarini bloklagan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ayrim profillarga faqat Turkiya hududida kirish cheklangan. Boshqa mamlakatlarda esa bunday taqiq mavjud emas. Tolibonning ham Amudaryodan suv olishga haqqi bor, suv xo'jaligi vaziri. Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamrayev 18-mart kuni vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazgan. Gazeta.uzning vazirga tayanib xabar berishicha, Tolibonning Amudaryodan suv olish uchun qurayotgan Qo'shtepa kanali 2028-yilda bitishi kutilyapti. Bunday qilib aytganda, afg'onlar ham qarindoshlarimiz, ularning ham Amudaryodan suv olishga haqqi bor. Qo'shtepasini quryapti, u bo'lyapti deb yozishyapti. Nima qurol ko'tarib urushamizmi, kerakmi? Yo'q, biz bordi keldi qilyapmiz, qarindosh bo'lyapmiz, yaxshiroq munosabat quryapmiz. Ularga ham asta-sekin tushuntiramiz. O'zingizning haqqingizni oling, keyin hujjatlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bordi keldi bo'lsa, hammasini gaplashamiz, degan Hamrayev. Uning so'zlariga ko'ra, qo'shnichilik munosabatlari yaxshi bo'lishi va bu borada turli gap so'zlarga ahamiyat qaratmaslik kerak. Qator yillar Tojikiston bir narsa quryapti, Qirg'iziston bir narsa quryapti deyiladi va ikkita xalq dushmanga aylantirildi. Quruq gaplarga uchmaslik kerak. Misol uchun, qo'shning qizlaringga yomon qarayapti yoki mashinada o'tayotganda tosh otyapti desa,
ko'nglingiz xira bo'ladi. Shu sababli har xil gaplarga uchmasdan kechqurun iftorlikka bir tovoq palovni ko'tarib chiqing. Keyin u qo'shningiz qanday yaxshi odamligini ko'rasiz. U ham bor tovog'im, kel tovog'im qilib sizga yaxshi niyat qiladi. Hozir ba'zilar qo'shnisini ham tanimaydi, kim u deydi. Eski udumlarimiz qayerda qoldi? Shu sababli qo'shnilar bilan yaqin bo'lishimiz kerak. Munosabat yaxshi bo'lishi zarur. Shuning uchun hurmatli prezidentimizga ta'zim qilaman. Chunki qo'shnilar bilan o'rtamizdagi muzlar eridi, munosabatlar yaxshilandi degan hukumat vakili. Turkcha triumf. G'arbga qaram davlatdan qurol eksportchisiga aylangan Turkiya eng yirik ko'rgazmada qanday jangovar mashinalar bilan qatnashdi? Asr boshida Turkiya qurolli kuchlarini g'arbdan import orqali qurol-yarog' va o'q-dorilar bilan ta'minlar mahalliy kompaniyalar ehtiyojining atiga 20% qondirardi. Bu esa vaqti bilan siyosiy bosim vositasi sifatida ishlatilgan. Biroq uzoqni ko'zlab tuzilgan strategiya ustuvor maqsadlarni to'g'ri belgilash va siyosiy iroda sharofati bilan hozirga kelib ko'rsatkich 80% ga yetdi. Anqara bozorning yetakchi o'yinchilaridan biriga aylandi va bu faqat Bayraktar dronlari bilan cheklanib qolmagan. Atakar mamlakatning quruqlik texnikalari ishlab chiqaradigan yetakchi kompaniyasi. U Abu Dabi shahrida o'tkazilgan IDX 2025 ko'rgazmasida o'z mahsulotlari bilan diqqat markazida bo'ldi. Tulpar tanki shular jumlasidan. Tulpar nisbatan yengil vazn, moslashuvchanlik va piyoda jangovar mashinasi xususiyatlarini o'zida jamlagani bois u an'anaviy tanklardan farqlanadi. Jangovar mashina ilk bor 2018-yili Parijdagi ko'rgazmada namoyish qilingan. Uzunligi 7,23 metrni, vazni esa 42 tonnani tashkil etadi. Uni 3 kishi ekipaj boshqaradi: komandir, mexanik haydovchi va qurol operatori. Tulpar jangovar missiya turiga qarab 2 nafar askarni ham ortishi mumkin. Tank tezligini 70 km/soatgacha oshirishi, bir marta yoqilg'i quyish bilan 600 km masofani bosib o'tishi mumkin. 810 ot kuchiga ega dvigatel sharofati bilan buning imkoni bor. Erma 8x8 8x8 sxema asosida ishlab chiqarilgan zirhli transport vositalari so'nggi yillarning trendi bo'lib turibdi. Boisi g'ildiraklar ustiga qurilgan shassi yuqori harakatchanlikni mustahkam, zirh esa yashovchanlikni ta'minlaydi. Arma 8x8 turklarning mana shu chaqiriqqa javobidir. Atakar ilk namunani 2009-yilda ishlab chiqdi. U intensiv janglar va tinchlikparvar missiyalardan foydalanishga mo'ljallangan. Arma 8x8 ni 450 ot kuchiga ega dizel dvigatel harakatlantiradi. Bunga tezligini 105 km/soatgacha oshirish, bir marta yoqilg'i quyish bilan 700 km masofani bosib o'tish imkonini beradi. Qolaversa, zirhli mashina suv havzalaridan suzib o'tish ham mumkin. Vazni 20 tonnani tashkil etadi. Cobra Il 4x4 Ukraina ko'plab mamlakatlar, jumladan turk qurollari uchun sinov poligoni vazifasini bajarmoqda. Mazkur imkoniyatdan Atakar Cobra Il 4x4 xususiyatlarini namoyish qilishda foydalandi. U Cobra I modelining takomillashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Mashinaga 2 kishilik ekipaj va 7-8 nafar desantchi joylashishi mumkin. Po'lat zirh ularni 7,62 mm kalibrli o'q otar qurollar snaryad fragmentidan himoyalaydi. Maxsus konstruksiya esa minalar va qo'lbola portlovchi qurilmalardan muhofaza qiladi. Xitoy sun'iy yo'ldoshlar ishtirokida havo janglarini sinovdan o'tkazdi. Xitoy koinotdagi imkoniyatlarni kengaytirish doirasida yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar o'rtasida havo janglarini boshladi. Bu haqda AQShning kosmik operatsiyalar bo'yicha boshlig'i o'rinbosari general Michael Jetlane ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy va Rossiya kosmik texnologiyalar sohasidagi texnologik tafovutni kamaytirmoqda. AQSh orbitada bir atrofida sinxron va nazorat ostida manyovr qilgan 5 ta obyektni kuzatgan. Biz buni kosmosdagi havo janglari deb ataymiz. Xitoy orbitada bir nechta sun'iy yo'ldoshlar ishtirokida kosmik operatsiyalarni bajarishi uchun taktika, usullar va protseduralarni ishlab chiqmoqda, dedi Jetlane va bu operatsiyalar tijoriy ma'lumotlar yordamida qayd etilganini ta'kidladi. Havo janglari hodisasi 2024-yilda Xi'an 24 gradus va Sichuan 605 AB tajribaviy sun'iy yo'ldoshlar ishtirokida past yer orbitasida o'tkazilgan bir qator Xitoy manyovrlari bilan bog'liq. CNN xabar berishicha, bunday texnologiyalar Xitoyga sun'iy yo'ldoshlarni yo'q qilish yoki ishdan chiqarish imkonini berishi mumkin. Ular nihoyat erkin, ammo ulkan to'lov to'lashdi. Asad ag'darilgandan so'ng Suriya qanday hayot kechirmoqda? 2024-yil dekabrida Suriyada Asadlar rejimining 50 yillik hukmronligi yakun topdi. Ko'plab suriyaliklar erkinlikdan bahramand bo'lishda davom etmoqda, biroq mamlakat barqarorlikka erishdi deb bo'lmaydi. Suriya hanuz chuqur inqiroz ichida, mamlakatni harbiy to'qnashuvlar larzaga solmoqda. Meduza sharqshunos Ruslan Sulaymonovning Dara, Halab va Damashq kabi yirik shaharlardan tayyorlayotgan reportajini e'lon qildi. 2011-yil 6-mart kuni ertalab Suriya janubida joylashgan kichik Dara shahrida bir necha o'smir maktab ichi hovlisi devorida shunday
shunday graffiti chizadi. Sening navbating keldi, doktor. Ular bu so'zlar bilan mamlakat prezidenti mutaxassisligi bo'yicha oftalmolog Bashar Asadga murojaat qilgan edi. O'sha paytga kelib butun arab olamida alanga yonib turgan edi. Misrda ko'p yillik hukmdor Husni Muborak va Tunisda Zaynobuddin Ibn Ali ag'darilgan. Politsiya deyarli darhol o'quvchilarni hibsga oladi va keyingi bir necha kun davomida qiynoqlarga solishadi. Ular elektroshoker bilan to'qnashdi. Tirnoqlari ostiga ninalar sanchildi. Ehtimol hukumat ehtimoliy inqilobdan qo'rqib o'smirlarni namoyishkorona tarzda jazolashni maqsad qilgan edi. Suriyadagi fuqarolik urushining eng og'ir va uzoq davom etgan janglari aynan Halabda kechgan. Shu sababli shaharga Suriya Stalingradi degan nom berilgan. Asad qo'shinlari Rossiya, Eron va Livandagi Hizbulloh jangarilari yordamida Suriyaning sobiq iqtisodiy poytaxtini 4 yil davomida muxolifat kuchlaridan tozalash uchun shturm qilgan va 2016-yil dekabrida to'liq egallagandi. Bu voqea Suriya urushidagi burilish nuqtasi sifatida ko'rilgan va shundan so'ng Asad o'zini daxlsiz deb hisoblay boshlagan. Shahar aholisining shodligi aks etgan kadrlar ham elektr ta'minoti tiklangani haqidagi lavhalar butun mamlakatga tezlik bilan tarqaldi. Shu bois Asad nazoratidagi shaharlarda HSHTni bosqinchi emas, ozod qiluvchi sifatida kutayotganlar kam emas edi. Butun Suriya bizga havas qildi va biz bilan birga bo'lishni xohladi, deydi Mustafo. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.